Leonardo da Vinci o'z qo'llari bilan chizganlar bu kartinani. Toshkent qurilishda davom etmoqda azizlar. Lekin bugun biz sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartiramiz allaqachon qurilgan, kerakli mehr berilgan, sizlar yashashingiz uchun, baxtli hayot kechirishingiz uchun allaqachon tayyor desam adashmagan bo'laman. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan C2 da joylashgan 16 qavatli imoratimizning 7-qavatida joy olgan sotuvdagi 90 metr kvadratli 3 xonali uyimizga tashrif buyurganmiz. Ko'rib turganingizdek, biz uyimizning balkon qismidamiz. Uyimizning hovlisidan uzoq bo'lmagan joyda detskiy plashatkamiz mavjud. Davom etamiz. Endilikda sizlarni uyimizning zal qismi bilan tanishtiramiz. Ko'rib turganingizdek, zalimiz juda ham chiroyli va skromniy qilingan. Rangli uyg'unligi bir-biriga mos va xos desam adashmagan bo'laman menimcha. Bu yerda bizda TV zona, bu yerda esa mягкая zona. Lyustraga alohida bitta like bosib qo'yasizlar. Davom etamiz. Bu yerda bizda sevimli mehmonjonlarimizni kutib olish uchun yoki bo'lmasa oila davrasida maroqli hordiq chiqarish uchun 6 kishilik stol-stulimizni joy olyapti. Davom etamiz. Endilikda sizlarni ayollarimizning sevimli maskani bo'lmish kuxnyamiz bilan tanishtiramiz. Ko'rib turganingizdek, biz uyimizning kuxnyasidamiz. Bu yerda ham bizning chiroyli va skromniy bo'lgan stol va stulchiklarimiz qarshi olyapti. Bu yerda esa bizda gaz plita, bu yerda rakmina, bu yerda duxovka, mikrovolnovka, skrytий холодильникimiz, bu yerda esa morozilnikimiz, shkafchiklarimizni chiqqa etib bossa ochilyapti, chiqqa etib bossa yopilyapti. Davom etamiz. Bu yerda bizda uyimizga kiraverish, ya'ni prixoshka degan bo'ladi. O'zining kattagina oynasi mavjud. Bu yerda esa общий sanuzlimiz Amir Olimxonning tillalaridan ishlatilgan. Bu yerda esa detskiy xonamiz, o'zining kravati, kattagina bo'lgan shkafi va farzandingiz dars qilib sizga dunyoni olib berishi uchun stol va stulchikimiz mavjud bo'lyapti. Davom etamiz. Bu yerda bizda prachная xonamiz, stiralkamiz shu yerdan joy olgan. Kirlarni solasiz, stiralkani yoqasiz, eshikni yopasiz va hech qanaqa shovqin sizni bezovta qilmaydi. Davom etamiz. Va nihoyat bizda barcha sifatli mebel texnikalariga ega bo'lgan master spalnyamiz bo'lyapti. Kartinaga alohida e'tibor beramiz. Leonardo da Vinci o'z qo'llari bilan chizganlar bu kartinani. Davom etamiz. Bu yerda bizda garderobniy xonamiz. Ko'rib turibsizlar, podsvetkalari juda ham ajoyib va chiroyli tovlanib turibdi. Garderobimizdan kirganimizda esa bizani lichniy sanuzlimiz qarshi olyapti. Ushbu shinam va fayzli xonadonimiz, ya'ni kvartiramiz uchun $217 ming narx so'ralyapti. Menimcha bu narx bu kvartiramizga